Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan men Nurikson va bugun shaharga borib biznes qilmoqchiman. Kuchayamizmi yoki bankrot bo'lamizmi, milliarder bo'lib ketmoqchiman. Shaharda endi mana bunaqa olmoslar yoki o'shanaqalar emas. Pullar bor ekan, shuning uchun biznes yoki o'shanaqa qilib pullarni yig'ib bizneslarni kuchaytira olamizmi, milliarder bo'lamizmi yoki bankrot bo'lamizmi, shuni bilib olamiz. Unda shaharga ketsak ham bo'laveradi. Narsalarni olamiz birinchi o'rinda. Ovqat aniq kerak bo'ladi. Keyin bularni metga solib qo'ysam yaxshi bo'lardi. Ovqatlashib tursin. Keyin buni olib olishim kerak. Bu narsani yaqinda yasagandim. Sababi endi konga borib temir olib keldim. Ko'mirni ham qo'yib qo'ydi bu yoqqa. Sanamni ham o'tda anaqaga boryapman. Mehmonxonaga o'tda hamma narsa bo'ladi deyishuvdi. Keyin biznes boshlashim uchun menga daraxtlar kerak bo'ladi. Birinchi oldin shaharga borib ko'raylik, nima bor, nima yo'q. Keyin o'shanga qarab yana qaytib kelaveramiz. Shahar o'sha tomonda edi. Shaharga ham kelib qoldim. Hozir shu tunneldan chiqsam adashmasam shahar edi. Yo-mayo. Uzoqdan ko'rgandim, yaqin keldi. Endi yaqindan ko'rar ekan. Vashshe chiroyli, unaqa suvlarni ham qurib tashlashibdi. Vashshe balandligidan uni. Nima? Olmos blok shunchaki bitta domga ishlatilgani. G'alati. Adashmasam hozir men kech bo'lyapti, tezroq anaqaga borishim kerak edi. Hotelga. Bunaqa. Qaysi tomondaligi hozir esimda yo'q. Chunki ancha o'zgarib ketibdi, adashmasam mashla deydi devoru. Qaysidir tomonda edi. Topish kerak tezroq. Hotelni. Yoki nari yordamida. Zo'rg'a hotelni topdim, vashshe uzoq ekan. Bitta kombi nimadir bor ekan, bu yerga kelish kerak. Xo'sh, adashmasam Amitdan qatdan kirlardi. Adashmasam ashdan kirlardi hotelga. Yo'q, o'tmas. Mani xonam B4, ikkinchi etaj adashmasam. Ikkinchi etajda bo'lgani yaxshi, unchalik balandga chiqib o'tirmayman. Keyin bunga bir oy pul to'lashim kerak ekan, bir oydan keyin. Yo'q. Xo'sh, qayerdaman hozir? Bu anaqa-yu, zal. Mana birinchi etaj, bu birinchi etaj. Xo'sh, bu Bmi? B. B2, 1. Mana B4. Qani xonamni ko'rishi? Yo-mayo, vashshe dahshat u. Bunaqa chiroqlari, verstak ham qo'yibdi. Sandiq. Nega sandiqda hech narsa yo'q? Bu nima? Keyin anuni ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Bitta favora bor ekan. Fontan. Bu menimcha oshxona. Bu pechka. Bu yerda narsalarni solib qo'ysa bo'ladi, shu ovqatlarni solib qo'ydi boru. Buni menga qo'yib qo'ydi. Xo'p. Bu yerda verstak ham, pechka ham bor ekan. Qo'yib qo'yaman bularni. Keyin ertaga bir ishga chiqish kerak. Narsalar topib, dollarga alishtirib, sotsak, pullarni yig'sak, keyin biznes qilsak bo'ladi.
lekin bot chiroyli ekan. Boshqa xonalar normalniy. Mayli uxlaylik tezroq. Xo'sh. Uyg'onganda sal g'alatiroq bo'larkan uni. Bundan hozircha hech narsa kerak emas. Oshxonaga kirib bir ikkita ovqat olamiz. Endi ketsak ham bo'ladi. Shaharda ham daraxtlar ko'p ekan. Havo olamiz, bizga farqi yo'q. Yo'q, bu yerda birinchi marta bo'tganimga qiyin bo'lyapti qattiqligi. Nimadir buzdimmi? Buzmagan bo'ladi shaq. Qattiq edi. Men biladiman, nima bu yoqqa bunaqa narsalar qo'yib tashlagan. Yo'q. Oppana, dahshat. Gap bo'lishi mumkin emas. Nega? Yaxshi. Shu yerdan daraxtlarni chopaveramiz. Bu yerda kam odam bor ekan. Anetda bir ikkita qishloqlarni ko'rdim. Qishloq tomonda. Bu yerda ham qishloq bor ekan, shahar ichida qishloq bor ekan. Daraxtlarni olamiz. Keyin boyagi joyda shaxtaga o'xshagan narsa ko'ruvdim, o'shga borish kerak. Keyin boya kelayotganimda anaqani bankka kirib oldim. O'sha anaqa bir staf yog'och va bunaqa yog'och $80 ekan. Bu menga normalniy tuyuldi. Temir bunaqa kirka $20. Temir mana anaqa $15. Almas. Yo'q-mayu, almas bor ekan. Olsam bo'ladimi? Hech kim ustidan yoza olmaydimi? Hech narsa bo'lmaydi. O'zi bu nima? Xo'sh, bu bilmadim nima. Lekin men almaslarni uxlatib ketaman. Sotib yuboraman. Mayli bu tegnaga tegmaylik. Bitta ikkita olsam, hech kim indamaydi degani. Bitta ikkita olaman. Chunki bir dona almas $100 ekan. Mayli. Boshqa joydan topamiz. Balki biznes uchun keyingi safar uxlatarman. Bu ham tegmaylik. O'zi endi kellikdan qamab bormasa. Chunki bu yerdan militsionerni ham ko'rdim-da. Lekin mana buni qaranglar, qanaqa chiroyli. Yo'q-mayu, suv ham bitta. Baliqlar. Yana pastda ham metro bor. Voy katta ko'rdiki. Demlab deydi. Ashki kiramiz sekin. Shaxtaga o'xshash joy ekan. Mayli. O'zi ko'mir bor ekan, menda ko'mir yo'q. Xo'p, bu kerak emas menga. Keyin shaharda hali bitta ham zombi ko'rganim yo'q. Chiroq kerak edi borib. Chiroq. Ko'mir bor ekan shunda. Mana shuna qilib so'rayman. Qat'iy tushib o'tilmay. Xo'p, bo'pti. Boshqa narsa yo'q. Bunday ham yo'q. Voy, qat'iy tushib o'tilmay. Yashashni topolmay qolishim mumkin. Topdim. Yaxshi demak. Temirlarni topsak yaxshi. Bir dona temir $10. Sotsak normalniy pul bo'ladi. Chunki mana bu yerda bor, 8 ta. Ko'mir 64 tasini, o'zi $100. Faqat 64 ta yig'ish qilgan. Yana ko'mir ko'rgan. Ko'mir yig'ib turamiz. Almazam bor bizda. Biznes qilishim uchun kamida $10,000 bo'lishi kerak. Bitta fakir topamiz. Topolmay qolmaslik uchun. Yaxshi, bro. Yana temir. Menimcha shu to'zda yo 10 ishlab qo'yaman o'mash. Qanaqa. Lekin tosh daraxt qanaqa daraxt bo'lsa bo'ladi. Yerlarni anaqa narsalar topolmas ekan.
endi yer hamma yoqda bor, sotib nima biladi buni? Shuni qilishim kerak. Tafakkur vaqtini yig'ib ayolga yo'l topib olaman. Umr bor, sotaman. Men ko'p kerak. Ko'p olgan. 8 ta. Yana temir yaxshi. O'ntasi qancha bor esimda qoldi. Ana esimda yo'q hozircha. O'ntasi, yo'q. O'ntasi $10 edi, chunki bittasi $10 edi. Bizda hozir $70 narsa bor. 180. Yo'q. Tepaga. 190. 200. Нормальный. Tepada narsalar qo'yib ketmadim. Temir mana bular. Endi pastga tushib ketamiz. Shartroqga ham qo'ysak. Mana buni hamma bo'lish uchun ham topib olishni qo'yaman. Bu ham mana bo'lish kerak. Ko'mir. Yaxshi temir topdik ekan. Bu o'zi temir qon ekan. Xo'sh, yana qattiq bor. Oltin topsam zo'r bo'lardi. Oltinni bittasi $1 ekan. No, ragina. Yo'q. Mana narsani qimmat belgilagandan esimda yo'q lekin almazdan ham qimmat deb qo'ydi. Mana shuni yaxshi buni sotamiz. Hozir o'shani olib temirlarni ham olib chiqaman. Endi qanchalik ko'p topgan sari tepib bo'lmaydi. Yaxshi. Bo'lni temirlarni olamiz. Keyin buni anaqa qilib sotgandan ko'ra temir aslahalar qilib sotganimiz yaxshi ekan. Sababi o'sha qimmatga olar ekanda. Bo'pti, rosa ko'p temirlar bor ekanda. Ketamiz, farqi yo'q. Bu 4 ta temir qolsam. Lekin hali bir dona yarmdan oltin topganim yo'q. Shuncha narsa topdim, temir topdim. Lekin oltin topmadim. Oltin yo'q shu atrofda. Aytdi temirlar bor ekan yana. 50 ta bo'ldi o'sha. $10 dan hisoblaydigan bo'lsa $500 degan. Adashmasam biznesim uchun yetadi. Sababi $1000 ga o'tda anaqa yer sotib olamiz. Keyin bu yerga dashbordda yerni ham sotar ekan. Keyin ferma ochsak, bu anaqa ferma emas, sabzilarni issiqxonaga o'xshagan joy bo'ladi. Shuni sotamiz. Qimmat bo'lar ekan bu yerda sabzilarni olish. O'shalarni sotsak, qishloqda o'zi narsalar ko'p, lekin bu yerda salgina kam. Videoni shu yerda to'xtataman. Videomiz yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lishni unutmang. Ikkinchi qismda anaqaga bankka borib narsalarimizni obmen qilib olamiz. Xayr.